Qozog'istonga ko'chgan qozoqlarning soni Sharq Turkistondagi bostirishni ko'rsatib berdi. Albatta, rayon davlatlaridagi biz yillardan buyon to'xtalyapmiz bu Turkiston Cumhuriyetlaridagi xalqimizning, qarindoshlarimizning ahvoli. Bu yerga Xitoyning asta-asta har qaysi sohalarga xuddi zaharlik o'smidek tarab kirayotganligini biz pat-pat to'xtalib kelayotgan masalalarning biri. Bu albatta bu qatimqi xabardimi bu sonliq ma'lumotlar bilan Texambek Xitoyning bu yerda nimalarni qilayotganligini Sharq Turkistondagi bostirishning ham qaysi darajaga borganligini ko'rsatib beryapti bu qadrli ko'rmalarimiz. Qozog'iston xalqaro xabar agentligining 10-aprildagi xabari bu. Bu xabarda yaqinqi 1-2 yilda Sharq Turkistondan kelgan qondoshlarning, ya'ni Qozog'istonga ko'chib borgan qozoq xalqining sonida nisbatan eshish ko'rilgan. Qozog'iston davlat statistika idorasi va ko'chmanlar komitetining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda 2025-yili jami 7405 kishi uzun muddatlik o'ltiraqlashish maqsadida Qozog'istonga ko'chib borgan. Xabarda bu kishilarning hammasining qozoq millatidan ekanligi, 2025-yili Xitoydan kelgan jami 7405 qozoqning qandosh qarindosh salohiyatiga erishganligi, buning 3690 oilaga chetildiganligi, qaytib kelganlarning Qozog'istonga yerlashishini qo'llash uchun hukumat yo'lash salmog'ini oshirganligi, jumladan uy setib olishga berilgan bir qatimliq yordam pulining eng yuqori bo'lganda 7 million tangaga oshirilganligi qayd qilingan bu xabarda. Xabardagi diqqat tortgan nuqta bo'lsa 1991-yildan boshlab bu yan Sharq Turkistondan jami 378 mingdan ortiq qozoq xalqi Qozog'istonga ko'chib borgan bo'lib, bu g'oyat zo'r songa selishtirganda yaqinqi yillardagi ko'chmanlar soni darajadan tashqari oz bo'lgan. Xususan, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, terror siyosati kontrolligi qattiq kuchaygan mezgillarga udul keladigan 2021-yili Sharq Turkistondan aran 249 kishi Qozog'istonga ko'chib bora olgan. O'ylab qo'ying, 2021-yili Sharq Turkistondan aran 249. Bu davrlardagi ahvollarni albatta bilamiz. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turk millatlariga qaratgan irqiy qirg'inchilikda az bir qism qozoq xalqi Qozog'istonga qochib berib, qutulish fursatiga erishgan bo'lib, Ömerbek Ali, Gulbahor Jelilova, Gulbahor Jelil xonim Qozog'iston tug'ilgan Qozog'iston fuqarosi, albatta o'z vaqtidagi suhbatlar ham dunyo axborotlarida qanchalik guvohlik berganligini hammamiz bilamiz. Keyin Sayragul Saudbay qatorliq lager shoirlari bularning qatorida hisoblandi albatta. Yaqinqi bir necha yilda Xitoyning xalqaro ko'zni bo'yash uchun Sharq Turkistondagi az bir qism kishilarningki pasport bejirishiga, chet elga chiqishiga ruxsat berayotganligini ko'ryapmiz. Buning natijasida Qozog'istonga ko'chib borgan qozoq xalqining soni navbatda qisman ish ko'rilyapti. Yuqorqi sonliq ma'lumotlar Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatidagi bir qism o'zgarishlarni ham ifodalab bermoqda. Yani qattiq besim bo'lgan vaqtidagi sonning ozligi va navbatda azroq bir ichilish bo'lgandan keyin, chunki u zulmdan joq to'ygan qozoq xalqining bo'ldi deb tashlab chiqib ketayotganligidan iborat bir ko'rinishni ko'ryapmiz. Neçisi bilan bu lager shoirlaridan suhbat o'tkazdik. Shunda bir vaziyatdami, navbatda Qozog'istonga chiqqan shu mayli lagerda yotganlar bo'lsin va yoki boshqa Xitoyninki Sharq Turkistonda urug' tuqqanlar bo'lgan qozoqlar bo'lsin, Qozog'istonda burun chiqqan. Bularning surishtirish yoki namoyish qilishdagi masalalarga Qozog'iston hukumatiningki bostirib ularni qattiq cheklayotganligidan iborat ko'rinishlarmi Qozog'istonmi kundan kuniga bu vatandan chiqqan qozoq yoki Uyg'ur qarindoshlarimizga yashash tas bo'lgan bir joyga aylanayotganligini kundan kunga his qilayotgan masalalarning biri bu, qadrli ko'rmalarimiz.